Qadrli do'stlar, Tatuni orqa tomoni 2 sotik 2 etaj uy sotuvga chiqyapti. Azizlar, ko'rinishi korobka holatda, aynalarni ham katta-kattalarni qo'yib qo'yishdi. Bemalol bitta mashina sig'adi bunaqa. 2 sotik 6 xonalik 2 etaj uy, polni pishig'ishda bitgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma yo'q bor. Kirganda qo'l qismi tepaga plita tashalgan, 1,5 g'ish shkaturka bo'lgan. Montajlari metda bo'libdi, metli simda qilishgan. Kirganda o'ng qo'lda zal, oynaga ham kattasidan qo'yishgan. Bu tomonda oshxona. Bu tomonda spalni mana. Bak, kladovka ekan. Qo'layotgan garderob borsa ham bo'laveradi bakka. Bag'da sanuzel ekan. Polni suvlar kirgan ichkariga. Olib kirib qo'ygan, hammalar montaj qilib qo'ygan. Pastda ikkita xona, oshxona. Plompan tayinni ham kladovka qilsa bo'ladi. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga chiqqanda bag'da yana bitta sanuzel mana. Suvlar olib kirib qo'yibdi. Bag'da shunaqa qilingan ekan. Masalan, bolalarga dars qiladigan joy bo'lsa, o'ziga ofis qilsa ham bo'lar ekan. Uyda odam, olgan odam ishlaganida joy bo'lib qoladi. Bag'da yana bitta xona mana. Bag'da yana bitta xona. Katta zal, mana koridor qismi, mana yerda mehmon kelganda tepadan oynaga mana o'rtadan tushgan. Mahallaga gap yo'q azizlar. Mahalla вообще. Mana mahalla. 1,5 g'ish urilgan, loylar bosilgan, shkaturkalar bo'lgan, montajlar bo'lgan. Pastda 3 ta, tepada 3 ta. Endi oshxonani chiqarib oladigan bo'lsak 5 xona bo'ladi. 65 ming dollar ekan azizlar. Puli. Korobka domni narxida. Tatuni orqasida boylar mahallasi. Boy mahalla deyshadi. Hammaga shunday joylardan uy olib nasib qilsin. Pulini egasidan bemalol kelishib baraka qilib olib sotib qilsa bo'laveradi azizlar.